Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan bugun Ahi Chelebi Jami deb nomlangan yana bir qadimiy masjid bilan tanishamiz va ziyorat qilamiz. Xo'p, bu masjidimiz qayerda joylashgan? Istanbul shahrida, shundoq Galata mostidan o'tganda joylashgan. Xo'p, ro'parasida Shoh Sulaymon Sultonxon hazratlarini masjidiga juda yaqin joyda joylashgan. Mana ko'rib turibsizlar. Shundoq kelganda, ya'ni Ahi Chelebi Jami masjidi. Xo'sh, bu masjid qachon qurilgan? 15-asrning oxiri, 16-asrda boshlarida. Xo'p, taxminan 1500-yillarda qurilgan. Usmoniylar saroyining bosh tabibi, ya'ni Sulton Boyazid II, Yovuz Sulton Salim davrida Ahi Mehmet Chelebi tabib Kamol tomonidan o'z mablag'iga qurilgan masjid ekan. Ozgina yurganda ushbu masjidga kelsalaring bo'ladi. Xo'sh, bu kiradigan joyi. Bu tomonda tahorat oladigan joylari ham bor. Mana bu tomonda tahorat oladigan joylari bor. Xo'p. Galata qalasi ham ko'rinib turadi shundoqqina. Xo'p, birgalikda bu masjidni ichiga kirib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Bismillahirrahmanirrahim. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar malol kelmasa, sizlarga shunday ajoyib videolar